Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram muxlislari. Bugun hozir sizlarning e'tiboringizga men qayerdanman degan kichiklik rolik tayyorlamoqchimiz. Masalan, qishlog'imiz juda ham katta qishloq. Bu qishloqda masalan boshqa mahallalarga borib bironta notanish odam uchrasangiz, albatta so'raydi, tabiiy holat. Qayerdansan deb. Men Shetdanman, mana shu Ultarma mahallasida Guzarda turaman desangiz, Guzarda qayerdan so'raydi. Guzarda Yakkatosh bor-ku, Yakkatosh. Ana Yakkatoshning orqasidagi ko'chadanman. Ha, bo'ldi deydi. Ana endi boshqa qishloqqa borib qolsangiz yoki tuman markazi popga borib qolsangiz, birontasi so'raydi. Qayerdansan desiz. Albatta Guzardanman demaysiz-ku, to'g'rimi? Albatta Uyg'urdanman desam. Ana bunday so'raydi, Uyg'urda qayerdansan? Uyg'urda Ultarmadanman. Yakkatoshda turaman. Ha, bo'ldi. Demak, yana bir endi kengaytirsamiz, qidiruv doirasini boshqa tumanga borib qolsangiz, masalan, Chustga, To'raqo'rg'on, qisqasi boshqa tuman, viloyatimizning boshqa tumanlariga borib qoladigan bo'lsak, qayerdansan deb so'rasa, albatta Uyg'urdanman demaymiz, dabdurustdan. Yoki bo'lsa Ultarmadan, Guzardanman demaymiz, Popdanman deymiz. Popni qayerdansan? Popni Uyg'urdan. Uyg'urda qayerdansan? Uyg'urda Guzarda. Guzarda qayerdansan? Guzarni Yakkatosh bor-ku, bilasizmi? Guzar Yakkatoshni orqasidagi ko'chadanman. Ana shundoq. Endi boshqa viloyatga chiqib qoldik. Toshkent shahriga yoki respublikaning boshqa viloyatlariga chiqib qoladigan bo'lsak, qayerdansan deb so'rasa, hech qachon Uyg'urdanman, Guzardanman demaymiz. To'g'rimi? Namangandanman deymiz. Namanganni qayerdansan? Namanganni Popidan. Popni qayerdansan? Popni Uyg'urdanman. Uyg'urni qayerdansan? Uyg'urni Guzardanman. Ana shundoq qilib doira kengayib boraveradi do'stlar. Ularga chiqib boradigan bo'lsak, masalan, qo'shni respublikalar yoki bo'lmasam Rossiya Federatsiyasi, qisqasi ana shundoq boshqa respublikaga chiqib boradigan bo'lsangiz, qayerdansan deb so'rasa, hech qachon Popdan ya Namangandanman demaysiz-ku. O'zbekistondanman deysiz. O'zbekistonni qayerdan? O'zbekiston Namangandan. Namanganni qayerdan? Namanganni Popidan. Popni qayerdan? Popni Uyg'urdan. Uyg'urni qayerdan? Uyg'urni Guzardan. Guzarni qayerdan? Guzardan o'tgandan keyin Yakkatosh bor-ku, Yakkatoshning orqasidagi ko'chadanman deysiz. Albatta. Ana endi do'stlar, faraz qiling, boshqa qit'aga chiqdingiz. Afrika yoki Amerika qit'asiga chiqsangiz, birontasi so'rab qolsa sizdan qayerdansan? Qachon siz Popdan, Uyg'urdanman demaysiz-ku. Men Osiyodanman deysiz. Osiyoni qayerdansan? Osiyoni Markaziy Osiyodan. Markaziy Osiyoning qaysi davlatidan? O'zbekistondanman. O'zbekistonni qayerdan? O'zbekistonning Namangan viloyatidan. U yog'iga ketaveradi, Namanganning Popidan, Popdan Uyg'urdan, Uyg'urni Guzarga ketaveradi. Ana endi do'stlar, faraz qiling, Yer sayyorasidan tashqariga chiqib ketdingiz. O'zga sayyoralarda yuribsiz, o'zga sayyoralar sizdan so'rayapti. Marslik yoki Veneralik bir boshqa jonzot sizdan so'rayapti. Qayerdansan? Nima deb javob berasiz? Uyg'urdanmi, Popdanman deysiz, yo O'zbekistondan deysiz, yo men Yerdanman deysiz. Yerdan deng, Yerda bo'lganman, bilaman, Yerda juda ham ko'p davlatlar, qit'alar bor. Yerda qayerdansan? Yerda Osiyodanman. Osiyoni qayerdansan? Osiyoni Markaziy Osiyodanman. Markaziy Osiyoni O'zbekistondanman. O'zbekistonni qayerdansan? O'zbekistonni Farg'ona vodiysidagi eng go'zal viloyatlardan biri Namangandanman. Namanganni qayerdansan? Demak, Marslikka Veneralik yaxshi bilar ekanda xaritani yoki yer to'g'risida tushunchasi bor ekan. Namanganni qayerdansan? Namanganni Popidanman. Popni qayerdansan? Popni Uyg'urdanman. Uyg'urni qayerdansan? Uyg'ur qishlog'ini Guzardan turaman. Guzardan o'tgan Yakkatosh degan joy bor. Yakkatoshning orqasidan o'tsangiz, Yakkatoshning orqasidagi ko'chadan aylanib o'tsangiz, ana shu yerda turaman deb javob beramiz. Ana shunaqa do'stlar. Ana shunaqa do'stlar. Shuning uchun ham dunyo qarashimizni kengroq qilishimiz kerak. Men Uyg'urlik yoki bo'lmasa men marg'izorlik, poplik yoki bo'lmasam
Men u yerlik, bu yerlik mahallichilik qilish menimcha hojat emas. Hammamiz mana shu ona yurtning farzandimiz, mana shu ona zaminning farzandimiz. O'zbek bo'lamiz, tojik bo'lamiz, rusmi, ukrainmi, nemismi yoki bo'lmasa habash bo'ladimi, afrikalikmi, hammamiz mana shu ona yurt, ona zaminning farzandimiz. Mana shu ona zaminni saqlash har bir insonning muqaddas burchi deb bilaman do'stlar. Salom.